Aziz vatandoshlar, erta tongdan barchangizga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilaymiz. Fayzli kun dam olish dasturi orqali xonadoningiz mehmonimiz. Shunday ekan biz yuqorida va'da berganimizdek, bugungi kunga munosib bo'lgan, yuqorida aytganimizdek jazirama issiqda nimalar qilish kerak va mana shu tavsiyalarni berish uchun shifokorlarimiz tashrif buyurgan, sohaning mutaxassislari tashrif buyurgan. Ularni suhbatga chorlaymiz va manfaatli bo'lgan suhbatni sizlarga ulashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xush kelibsiz deymiz. Keling, tanishtirib o'taman Dostonbek ularni. Viloyat gidrometeorologiya markazi mutaxassisi Abduqahhor Tojiyev hamda Respublika dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy markazi viloyat filiali shifokori dermatokosmetolog Xurshid Yusupovlar kelishgan. Assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Erta tongda yaxshi kayfiyat tilaymiz. Charchamasdan keldinglarmi? Rahmat. Marhamat. Erta tongda issiq ta'sir qilmadimi kayfiyatga? Zo'r, kayfiyat a'lo darajada. Kayfiyatga ta'siri yo'q issiqni. Chunki yuqorida Dostonbek siz aytganingizdek issiqni ham o'z o'rni bor. Albatta. Yoz faslida albatta kerakli bo'lgan holat. Lekin bitta jihatga e'tibor qaratishimiz kerak, issiqdan o'zimizni birozgina himoyalashimiz zarur. Albatta. Keling endi dastlab Abduqahhor aka siz bilan suhbatlashsak, qanday ob-havo kutilyapti mana shu kunlarda? Hamma joyda o'sha internetlarda mashhur bo'lib ulgurdi. Havo isib ketar ekan, unday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan degan. Keling endi siz mutaxassis sifatida o'zingiz ma'lumotlar aytib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir biz yilning eng issiq davrida turibmiz. Iyul oyi boshqa paytlarga nisbatan issiqroq bo'lgan. Aynan viloyatimiz hududida ham har yili mana shu iyul oyida harorat rekordlari yangilanib boradi. Birgina mana o'tgan yilni oladigan bo'lsak, Nishon tumanida +47 darajaga yoki Muborak tumanida +48 darajagacha yetgan harorat kuzatilgan. Albatta oxirgi paytlar iqlim o'zgarishi sharoitida bu odatiy jarayonga aylanib butun dunyo uchun global jarayon ketyapti. Mana shu joriy 2026-yilda anomal issiqliklar hali bo'lmadi. Chunki anomal jarayon o'zining chegaralari bor. Ya'ni kunlik o'rtacha haroratdan 7 darajaga yuqori bo'lgan kunlar soni 5 kundan kam bo'lmasligi kerak. Davomiyligi 5 kundan kam bo'lmasligi kerak. Umuman qanday havo kutyapti deydigan bo'lsak, mana shu joriy haftada, ya'ni bugundan boshlab past bosimli issiq havo oqimlari viloyatimiz hududiga kirib kelmoqda. Joylarda 44-46 darajagacha ko'tarilib ketishi prognoz qilinmoqda. Albatta bunday paytlar ehtiyot bo'lish kerak, birozgina. Albatta bunday paytlar nima deydi, odam o'zini nekomfort sezadi yoki issiqlik stresslarda bo'ladi. Bunday paytlarda o'sha nima deydi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi umuman soha mutaxassislarini tavsiyalariga qat'iy amal qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Haqiqatdan amal qilish kerak. To'g'ri aytib o'tdingiz, bugungi kunda o'sha global isish natijasi aynan iqlim o'zgarishi sababli yuzaga kelyapti. O'sha joylarda, ayrim davlatlardagi ana shu ishlab chiqarish sig'imini ortib borayotgan iqtisodiyot rivojlanishi ta'sirida qandaydir ma'noda shu iqlim o'zgarishiga salbiy darajada ta'sir o'tkazyapti. Ayrim payt o'ta darajada sovib ketadi, ayrim payt o'ta darajada isib ketadi. Buning uchun avvalo insoniyat, tabiatga e'tiborli bo'lish kerak demoqchiman bu bilan. To'g'rimi Dostonbek? Albatta. Keling endi Xurshid aka bilan davom ettiramiz. Xurshid aka, xush kelibsiz. O'zingiz ham mana kosmetolog, dermatolog sifatida yurtdoshlarimizga tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat aytib o'tsangiz bo'ladi. Aynan mana shu issiq kunlarda, anomal issiq jarayonida biz qanday qilib o'zimizni himoyalashimiz kerak, terimizni qanday himoyalashimiz kerak, shular haqida marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yoz fasli bilamiz, bu sayohat. Aholimiz, xalqimiz, hamyurtlarimiz bu yoz faslida sayohat qilishni yaxshi ko'rishadi, dam olishni yaxshi ko'rishadi. Umuman shu mavsum hisoblanadi. Albatta bu mavsumda terimizni himoya qilish o'ta muhim hisoblanadi. Quyosh bu yoz jaziramasida to'g'ri foydalanish quyoshdan bu har birimizga demak muhim hisoblanadi. Endi quyoshda foydali taraflari ham bor, zararli taraflari ham borda.
foydali taraflari asosan vitamin D hosil bo'lishi, ya'ni ayniqsa bolajonlarimizga o'ta muhim hisoblanadi. Zararli taraflari haqida gapirsak, bu yoz mavsumida asosan terimiz juda qattiq sinovga duch keladi mana shu mavsumda. Ya'niki quyoshning tarkibidagi ultrabinafsha nurlari deymiz, u nurlari bu teriga salbiy ta'sirlar, shu oqibatda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunda men bir ikkita qoidalarni aytaman. Yurtdoshlarimizga muhim bo'lgan. Birinchidan, demak, quyoshni ertalab soat 11 gacha va kechqurun soat 17 dan keyingi vaqtdan foydalansak, bu maqsadga muvofiq. 11 dan 17 oralig'ida quyoshga chiqish tavsiya qilinmaydi. Ochiq dala sharoitda yurish tavsiya etilmaydi. Majbur bo'lgan holatda albatta keng bosh kiyimlardan, yengil paxtalik kiyimlardan, quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynaklar, albatta quyoshdan himoya qiluvchi soyabonlardan ayollarimiz ayniqsa foydalansa bu yaxshi. Bu ikkinchidan terimizni SPF kremlari deymiz, ya'ni quyoshdan himoya qiluvchi kremlardan foydalanish. Bu doimiy muntazam bo'lishi kerak. Faqat yoz mavsumida emas, bu yil davomida o'zi aslida. Keyin quyosh bu jins tanlamaydi, erkakmi, ayolmi, hammaning terisiga bir xil ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirda asosan ayollarimiz foydalanadi, lekin erkaklarimiz ham SPF kremlaridan foydalanish kerak. Bunda albatta quyoshga chiqishdan yoki o'sha ochiq havoga chiqishdan 15-20 daqiqa oldin surish tavsiya qilinadi. Keyin har 2 soatda surib turish kerak. Ya'ni ko'p terlaganda yoki suzishga borganda bu krem yuvilib ketadi. Shuning uchun yana qayta surib qo'yish kerak. Uchinchi, bu ko'proq suyuqlik ichish kerak. Terimizni o'sha sog'lom saqlash uchun ko'proq suyuqlik ichish tavsiya qilinadi. Qo'l haligi sabzavotlar, mevalar, ayni hozir pishiqchilik davri, mana hozir jaziramada o'zingiz aytdingiz. Mevalar pishadigan payt. Ana bu mevalardan ko'proq iste'mol qilish kerak. Albatta, haligi nima deydi? Yangi eskirib qolmagan. Chunki bu mavsumda mevani saqlash qoidalari ham bor-ku. Unda eskirib qolsa, unda qo'shimcha muammolar kelib chiqishi mumkin. Faqat yangi mevalardan, sabzavotlardan ko'proq iste'mol qilish kerak. Va terini to'g'ri parvarish qilish. Eng muhim jihati shu. Ana shunday paytlarda biz xurishdagi ayollar ko'proq terimizni himoyalash uchun asosan yuzimizga o'sha SPF kremlaridan foydalanamiz. Lekin aslida biz butun o'sha tananing ochiq qismiga foydalanishimiz talab etiladi bunda. Albatta, bu faqat yuzimizga ta'sir qilmaydi-ku. Tanani asosan ochiq sohalar, bu bo'yin soha bo'ladi, bu bilak, qo'l sohalari, hamma joyga surtish kerak. Agar mana shunday jarayonlarda agar quyoshdan qandaydir ma'noda kuyish holatlari paydo bo'lsa, qanday yo'l tutish kerak? Albatta, bu SPF kremlari bu degani bu quyoshdan to'liq himoya qiladi degani emas. Bu qisman himoya qiladi. Shuning uchun albatta bu quyosh ta'siri oqibatida terining kuyishi, pufakchalar paydo bo'lishi, umuman organizmning umumiy ahvoli og'irlashib qolishi, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, hatto hushdan ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda albatta birinchi yordam sifatida bemorni soya joyiga olib o'tish, suyuqlik ichirish, undan keyin holatga qarab albatta shifokorga, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Albatta. O'z holicha unaqa davo choralari qo'llash shart emas. Shifokor ko'rigi bilan, shifokor maslahati bilan harakat qilgan. Albatta, birinchi yordam bergandan keyin zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Rahmat. Qarang, qancha foydali maslahatlar. Buni tinglab ko'rib turgan tomoshabinlarimizga ham manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Chunki birini bilsak, birini bilmaymiz. Baribir sohani mutaxassisdan eshitganimiz va bunga amal qilganimiz koni foyda. O'zimiz uchun ham, sog'ligimiz uchun, bizga qadrli bo'lgan insonlar uchun ham manfaatli bo'lgan mana shunday ma'lumotlar uchun Xurshid aka, sizga alohida rahmat. Chiqibsiz yana bir bor. Rahmat aytamiz. Dostonbek, savolingiz bormi? Yo'q, mayli, sizdan. Men bitta gap aytmoqchi edim sizga. Bizni ajoyib bir shifokorimiz kirib kelmoqdalar studiyamizga oq xalatlarda. E'tibor berdingizmi? Keling endi ularni ham studiyamizga chorlasak. Nima deysiz? Marhamat, bemalol.
Aziz teletomoshabinlar, kutib olamiz. 3-oilaviy poliklinika oila shifokori Muzayyam Nabiyeva tashrif buyurmoqdalar. Keling, Muzayyam assalomu opa, alaykum. assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Marhamat. Marhamat Keling. qilasiz. O'zingizni shifoxonada yurgandek tasavvur etmayapsizmi? Ha, Doston? birdan. Shu holatga tushib oldim. O'ylab gapiraman doktorlardan qo'rqqanim uchun. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Salomatmisiz? Yaxshi keldingizmi erta tongdan? Assalomu alaykum. Mana Muzayyam mikrofon. opa. Charchab Marhamat. qolmadingizmi? Birozgina nafasingizni rostlamoqsangiz bo'ladi, chunki ayni paytdagina kirib keldilar studiyamizga. Albatta. Xush kelibsiz deymiz Muzayyam opa. Aynan shifokorimizni ham ushbu sohadan uzoqlashmagan holda chaqirganmiz. Dostonbek Albatta. qanday ovqatlanish kerak, qanday tartiblarga amal qilish kerak. Mana shu borada teletomoshabinlarimizga ma'lumotlar berib o'tadilar. Muzayyam opa, biz yuqorida o'sha anomal issiqda qanday qilib issiqdan himoyalanish kerak borasidagi mavzularda suhbat yuritayotgan edik. Keling, Shunday. endi siz bilan ham davom ettiramiz. Aynan mana shu issiq kunlarda teletomoshabinlarimizga, qolaversa butun O'zbekiston ahliga qanday tavsiyalaringiz bor? Nimalar deya olasiz? Marhamat qilasiz. Marhamat, sizga mikrofon tutaman. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar, nuroniy otaxonlar, munis onaxonlar, aziz opa-singillar. Mana yozning jazirama issiq kunlariga yetib keldik. Bu issiqlardan eson-omon o'tib olish Alloh nasib qilsin. Bilamizki, issiq kunlarda qon tomirlari kengayadi. Qon tomirlari kengayishi munosabati bilan yurak tez ura boshlaydi. Yurakka yuklama tushadi va qonda quyuqlashish paydo bo'ladi. Biz nima qilishimiz kerak? Qanday tavsiyalar berishimiz kerak? Yurak qon tomir kasalliklari bilan, yurak ishemik kasalliklari bilan, qonda qon miqdori, ya'ni qandli diabet kasalliklari bilan kasallangan bemorlarimiz alohida o'zlarini nazoratga olishlari, qon bosimlari va qanda qand miqdorini tez nazorat qilib turishlari, dorilarni o'z vaqtida ichishlari, suv ko'proq ichishlari, me'yoriy yuklama, og'ir yuklamalarni bajarmasliklari va kunning issiq kunlarida soat 10 dan 6 gacha issiqda bo'lmasliklarini tavsiya qilib qolamiz. Shahrimiz aholisiga ham shuni tavsiya qilaman, ko'proq suv ichishni, salqinda bo'lishni, bolajonlarimiz va nuroniylarimizni ehtiyot qilishni va o'z yaqinlarimizni, o'zimizni sog'ligimizga befarq qaramaslikni tavsiya qilib qolaman. Qanchalar zo'r va qimmatli ma'lumotlar. Nilfarxon, bilasizmi, bir chiroyli gap borda, mana bobolarimiz, buvilarimiz duo qilishganda aytishadi, bolam tani joning sog' bo'lsin. Bu avvalo o'zimizga bog'liq bo'lsa, undan keyin mana shifokorlarning maslahati, ularning muolajasi bilan tani jonimiz har doim sog' bo'ladi. Omon bo'linglar, o'zlaringiz ham kasal bo'lmanglar har doim. Mana qarang qancha manfaatli suhbat bo'lyapti. Keling, ob-havo haqida biroz yana to'xtalib o'tsak, agar vaqtimiz bor, bemalol. Vaqtimiz bor. Hozir nafaqat O'zbekistonda, butun bir dunyoda issiqlik bo'lyapti. Iqlim o'zgarishi deb gapirdik va yuqorida mana Yevropadagi holat ham ko'rib turibmiz internetlarda. Shu bo'yicha ham biroz ma'lumot bersangiz, ularda menimcha bizdan ham yuqoriroq harorat hozir, ha? Albatta, yuqorida ham aytib o'tdim, butun dunyo uchun bu global jarayon ketmoqda. Ya'ni o'zi umuman oladigan bo'lsangiz, quyosh nuri masalan tushadigan bo'lsa yerga, uni 70% qismi qaytib ketadi yana. 70% qaytib ketadi. Bu hozirgi kunda parnik effekti deymiz biz, parnik effekti deymiz. Ya'ni troposfera qatlamida, ya'ni yer sathidan 12 kilometrgacha o'sha qatlamda parnik effekti hosil bo'lyapti. Bunga juda ham endi ko'p omillar bog'liq. Eng asosiy nimalari ishlab chiqarish, ya'ni masalan katta o'sha davlatlar bor, AQSh deymiz, Yevropa deymiz, yo Rossiya Federatsiyasi, o'sha mazot yoqishi, ko'mir yoqishi, ana shu jarayonlar ta'sir qilyapti. Bularning ichida O'zbekistonda oladigan bo'lsangiz, 0.01% ga ham yetmaydi. Buning uchun nima deydi, butun dunyo birlashish kerak, butun dunyo kurashish kerak bu jarayonga. E'tiborli bo'lishimiz kerak, avvalambor. Siz yuqoridagi gapingiz tabiatda asrash kerak. O'zimizni qo'limizda bu, to'g'rimi? Albatta, Har bir albatta. inson buning uchun mas'ul hisoblanadi. Albatta. Bu bir qaysidir bir mutasaddilarning ishi emas, aslida butun mana shu dunyo ahlining xatti-harakatiga bog'liq jarayon hisoblanadi. Aha, rahmat. Yana endi shifokorimiz bilan davom ettirsak, Dostonbek, Muzayyam opa, aynan mana shu issiq kunlarda ovqatlanish tartibini ham aytib o'tsangiz, yosh kattalar qanday ovqatlanish kerak yoki bolalarga qanday ovqatlar bergan ma'qul? Mana shular haqida keling.
bolajonlarimizdan boshlaydigan bo'lsak, meva sabzavot albatta yuvib berish kerak. Ko'p ham miyodan ortiq bermaslik kerak. Bolalarimizga kompotlar, ko'proq suyuqliklar berishimiz kerak. Issiqda o'ynatmaslik kerak. Kunida hech bo'lmasa 1-2 marta dush qabul qildirish kerak. Hovlida basseynlar bo'lsa yaxshi bolajonlar uchun. Nuroniy otaxonlar, onaxonlar uchun ham albatta yengil ovqatlar. Salatlar, kompotlar, yengil hazm bo'ladigan ovqatlar berish kerak. Chunki qonni quyuqlashining sababida qon bosimi oshib ketishi mumkin. Qon quyuqlashganda qon bosimi oshib ketadi, hamda qon miqdori oshib ketadi. Shuning uchun albatta shifokorlar tavsiya qilgan ovqatlarimizni va dorilarimizni nazoratda bo'lishi kerak. O'zi yoz faslida Muzayyam opa qandaydir og'ir ovqatlarni uncha iste'mol qilgingiz kelmaydi. O'zi suyuq ovqatlarga ehtiyoj sezamiz. Tortmaydi. O'zi shunga ehtiyoj Ertalab sezamiz. yengil nonushta, albatta salatlar bilan, mana qatirli chakkalar qo'shilgan salatlar bilan yengil suyuq ovqatlar albatta. Lekin tushda yaxshi ovqatlanmasa kaloriya yetkazib bera olmaydi kunlikni. Albatta birinchi, ikkinchi qilib yaxshi ovqatlanishimiz kerak. Albatta salqinlikda himoya qilib turishimiz kerak. O'zimizni ko'proq salqinda asrashimiz kerak. Nuroniylarimizni salqinda bo'lishni tavsiya etasiz. Yashang. Zo'r, rahmat. Muzayyam opa yuqorida yana bir ajoyib gapni aytdingiz, o'sha kun davomida dush qabul qilish kerak. Qolaversa, o'sha biz ko'p eshitganmiz, kechki uxlashdan avval ham dush qabul qilish bu inson sog'ligi uchun juda ham katta foydali ekan. Lekin biz o'sha charchaymiz, boshqa qilamiz, doimiy tarzda o'zimizga buni reja qilib, rejim tarzda bog'lab olmaymiz-da. Lekin mana shu jarayonlar haqida qanday ayta olasiz? Keyin hech bo'lmasa soat 8 dan keyin bir nevaralarni qo'ldan ushlab, ko'chani boshigacha ozgina sayr qilib kelib, yengil dush qabul qilib, ana undan keyin dam olsangiz juda ham o'zingiz yengil ko'rasiz. Tetik bo'lamiz-a? Shunday tavsiya qilaman. Organizm rahmat beradi. Yengil uxlaysiz, to'lg'anib chiqmaysiz. Yaxshi uxlaysiz, yaxshi dam olasiz. Bir xilmaydi. Ayrim o'sha internetlardan shunday fikrlarni eshitgandim. Yaponiya, Koreya davlatlarida juda ham ko'p o'sha insonlar har kuni o'sha tunda dush qabul qilishar ekanda. Shuning uchun ham ularning umri uzoq bo'ladi degan qarashlar bor-da. Chunki bir kunda tanamizda qanchadir hujayralar o'ladi, qanchadir hujayralar yangilanadi. Dush qabul qilganingizda hujayralaringiz tushib ketadi. Yangi hujayralar bilan chiroyli uxlash, chiroyli dam olishga nima etsin? Zo'r, rahmat. Yashang. Rahmat. Yana bir savolim bor Muzayyam opa. Ayni kunlarda shifokorlarga bemorlar qanday bemorlar murojaat qilishyapti? Misol, qanday holatlar bilan? Ayni kunlarda qon bosimi bo'lganlar, yana bizda tibbiy chaqiriqlar bo'ladi, tez yordam chaqiriqlari hammasini telefondan olib xabarlashamiz. Yotib qolganlari bor, uyda qolganlari bor. Ularga tavsiyalar vrach orqali yetkazamiz. Yana oldindan navbatga yozilib uyda chaqirib berishadi. Shifokorlar doimiy hech bo'lmasa aloqada ular. Tavsiyalar berib, dorilarni nazorat qilib, ta'sir qilmagan dorilarni almashtirib, yana hozir bizga reimbursatsiya bo'lyapti. Dorilarni bepul hamshiralarimiz Oqqunduz aptekasidan olib eltib berishyapti. Chunki yotib qolgan qariyalarimizga hamshiralarimiz etib beryapti. O'zi issiq kunlarda asosan aholi o'rtasida qanday kasalliklar rivojlanadi? Issiq kunlarda asosan ichki ichish kasalliklari, ana issiqdan shamollash kasalliklari, kirasiz yaxtay suv ichadimi? Shamollash kasalliklari kamdan kam, lekin ko'pincha mana meva sabzavotlarni me'yordan ortiq yeyish yoki yuvmasdan bolajonlarimiz hazm qilishda ichki kasalliklari, qusish holatlari ro'y berib turadi. Keling endi shular borasida ham tavsiyalarni, zarur tavsiyalarni aytib o'tsangiz. Har bir ota-onaga maslahatim, bolalarimizga mevalarni albatta qaynagan suvda yuvib berishlarini iltimos qilib qolaman va me'yordan ortiq bermaslikni iltimos qilaman. Chunki hamma dorili bilamiz-ku, ximikat aralashgan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, oz-oz me'yorda berishni nasihat qilib qolaman. Yashang. Zo'r, me'yor har bir narsada kerak. Ko'proq kompotlar bersa, suyuqliklar bersa, juda ham a'lo bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta. Rahmat aytamiz barchangizga. Sizda ham zarur tavsiyalar bo'lsa marhamat. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdim, bugun ertalab ham o'sha ko'pchilik aytayapti, mutasaddi tashkilotlar aldaydi, bular haroratni past ko'rsatadi deyishadi. Mana avtomobilda ko'ryapmiz 60 daraja deb kecha mana o'qidim. Lekin ular uni hisob qilmaydiki, o'sha avtomobil ichida turibdi. Avtomobil temirdan, u tez isiydi. U quyoshga turibdi. Albatta, asfalt ustida yuradi u.
u havonikini emas, o'sha avtomobil o'zini haroratini ko'rsatyapti. Bizda qanday o'lchashlar olib boriladi? Bizda tabiiy sharoitda dunyo standartlaridan o'tgan, o'sha xalqaro talablarga javob beradigan o'sha uskunalar orqali o'lchaymiz. Men taklif qilardim fuqarolarimizni ham, blogerlarimizni ham marhamat, bizni o'sha tashkilotimizga borib qanday o'zi o'lchashlar olib boriladi, kuzatuvlar qanday olib boriladi, bemalol ko'rsatib berishga tayyormiz. Tayyorsiz, Haqiqatda yashang. borini boricha ko'rsatish kerak aytganingizdek. Chunki vahimani o'zi ham yarim kasallik aslida. To'g'ri aytib o'tasiz, albatta. To'g'ri aytdingiz siz ham. Chunki ayrim yurtdoshlarimiz orasida ana shu bo'rttirib ko'rsatish holatlari ham uchrab turibdi.